Hurmatli ota-onalar, birinchi sinfga qabul davom etmoqda. Eslatib o'tamiz. Qo'shimcha kvota asosidagi qabul 1 avgustdan 31 avgustga qadar amalga oshiriladi. Ariza yuborish uchun may.maktab.uz elektron tizimiga kiring va quyidagi qadamlarni bajaring. Birinchi qadam. Birinchi sinfga qabul xizmatini tanlang. Ikkinchi qadam. Ekranning yuqori qismida joylashgan qo'shish tugmasini bosing. Uchinchi qadam. Farzandingizni tanlab keyingisi tugmasini bosing. To'rtinchi qadam. Ariza shaklini to'ldiring. Kvota turidan qo'shimcha kvotani tanlang. Ta'lim tilini belgilang. So'ng o'qishni istagan maktab joylashgan tuman va maktab raqamini kiriting. Muhim eslatma. Maktab tanlanganidan so'ng qolgan bo'sh o'rinlar qismiga e'tibor bering. Agar bo'sh o'rinlari soni 0 bo'lsa, ushbu maktabga ariza yuborish imkoniyati bo'lmaydi. 5-qadam. Saqlash tugmasini bosing. 6-qadam. SMS xabar keladigan telefon raqamingizni tasdiqlang. 7-qadam. Saqlangan arizangizni yuboring. Ariza yuborilganidan so'ng uning holati maktabga yuborildi deb o'zgaradi. Navbat sanasi va vaqti arizada avtomatik ravishda aks etadi. Belgilangan sana va vaqtga ota-ona maktabga borib, zarur hujjatlarni taqdim etishi lozim. Qabul jarayonlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni maymaktab _uz Telegram kanali yoki 71 203 0704 telefon raqami orqali olishingiz mumkin. Barcha ota-onalarga qabul jarayonida omad tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.